ikkinchi qatim vatanga qaytish. Abduqodir Damollam Makkadagi o'limalardan ololmagan fatvoni oxiri yana Misr o'limalarining haydakchiligi va o'zining konseri o'sib ketayotgan nom atqiga tayinib Buxorolik Damollalardan oldi. Kulkilik yeri shuki, uningga usuli jadid vojib, uni o'rganish zarur deb ming tasda fatvo yozib bergan Buxoro Damollalari ilm va nom atoqda Abduqodir Damollamning o'ziga yetmaydi. Qaraganda o'z yurtingdan payg'ambar chiqmaydi degan gap rost bo'lsa kerak. Abduqodir Damollamning gapiga ishonmagan Qashqar mollalari Buxorolik bo'lib qolgani uchun heliqi Damollaning fatvosiga g'ing qilolmadi. Abduqodir Damollam 1912-yili yoz faslida fatvoni elib Qashqarga qaytib kelgan edi. Hoji Qutlug' Shavqiy qatorliqlar Kerem Baqqicha oldiga chiqib qizg'in qarshi oldi. Damollam Qutlug' Shavqiy bilan quchoqlashib ko'rishdi. Kerem Baqqa Qashqardagi ilm egillarini hurmat qiladiganlarning hammasi to'plangan edi. Ular Damollamni o'rib elishdi. Keyin bir to'p jamoat dengizdek chayqalib shahar tarafga oqdi. Nazar baq darvozasiga kelguncha qarshi olg'uvchilarning to'pi texnik cho'maydi. Anjan rastisidan o'tib Heytgoh maydoniga kelganda xalq to'pi cho'ng dengizga aylangan. Maydonni shovqin qoplagan edi. Hayvatlik Heytgoh jamoasining cho'ng darvozasi oldidagi so'bida Shayxul Ulamo Islom Damolla, Abdug'ofur Damolla qatorliq o'limalar Qashqarning peshvasi deb atalgan Hamrohboy qatorliq cho'ng baylar Abduqodir Damollamni ochiq chiroy kutib oldi. Qizg'in ko'rishishlar bir qancha daqiqa davom qilgandan keyin takbir o'qildi. Hammaylar Abduqodir Damollamni cho'rdab jamoaga kirib kelishdi. Odamlar bilan liq to'lgan jamoada kishilarning hammasi safning oldida turgan Abduqodir Damollamga bo'yinlab qarashatdi. Hammaylarning uning bilan ko'rishgisi kelib turolmay qolishgan edi. Qashqar xalqi o'zining bu suyimlik olimini qavat sevmagan edi. Hammaylarning ko'zi uningga zo'r umid va ishonch bilan tikiladi. Abduqodir Damollamning muborak didorini ko'rib olish uchun egizrak joylarga chiqib olgan kishilar go'yo bug'doyliqlardan ko'tarilib turgan qaranchuqlarni eslatadi. Ularning shu topda qaranchuqdan birli farqi shuki, ularning ko'zlari yulduzlardek chaqnab ketgan edi. Abduqodir Damollamga yaqinroq turgan va uning bilan ko'rishishga intilgan talay kishilarning qo'llari to'xtovsiz xomon so'rayotgan o'rdek kishilarning besh ustiga ko'tarilib pastga sho'ng'ib turardi. Kishilar bilan ko'rish bo'lolmay, Damollamning qo'llari zing'illab og'riydi. Ammo yuragidagi og'riqlar besiqiga tushgan edi. Oddiy yo'lliqlar ang umrida uchirtib boqmagan qizg'in kutib olishlardan hayron edi. Islom Damolla bu oyog'i chiqmas qo'l elishib ko'rishlarga xotim berish uchun Abduqodir Damollamni unimg'iniga unimay egiz supudiga yo'lab chiqarib qo'ydi. Kishilar to'pi shu chaqdala Damollamni aniq ko'radi. Qayrindoshlar! Abduqodir Damollam jamoatning o'ziga ko'rsatgan hurmat ehtiromidan ta'sirlanib bir hazar turib qoldi. Azizona xalqim, men sizlarga buncha ola izzat qilishinglarga arzigidek biror ish qilib berolmaganligim uchun o'ng'aysizlanmoqdaman. Men oran bir toziminglarga arzisam, sizlarning men qilgan izzatinglar men uchun ming tozimga arziydi. Abduqodir Damollam shovqinlab turgan jamoatga beshini egib, qayta ta'zim qildi. Jamoat qozonga suv qo'ygandek birdilla jimib qoldi. Abduqodir Damollam shu chaqdala beshini ko'tarib so'zini davomlashtirdi. Qadrli jamoat, chet ellarda sizlarga har holda qo'ygandim. Necha yil ilgari sizlardan usuli jadid harom, uni o'qish dahiylik degan harom fatvo bilan ayrilgan bo'lsam, bu dövrem Buxorodagi ulug' ustozlardan usuli jadid vojib,
onu o'qish zarur deydigan adil fatvoni ilib qaytib keldim. Bu gerçi anlamakka ikki og'iz oddiy gap bo'lsa-mu, lekin uning vazni patman oltindimi eg'ir. Chunki u bizning istiqbolimiz uchun oltindimi yaxshiroq asqotadigan fatvodir. Endi usuli jadid harom deb jo'likchilarning og'ziga tosh. Bizni g'aflatdan o'yg'itib, jaholatdan qutuldiradigan tarixning yurtimiz uchun qaraygan osmon dumkab turib to'xtamaydiganlar eng qudratli dars, ya'ni usuli jadid yo'lga qo'yilgan ma'rifdir. Jahon taraqqiy qilayotgan bu ay, bu kunlarda alni, ya'ni ko'lch o'qitish usuli bilan o'qitganlik guharni tashqa urib chaqqanlikdir. Jamoatning himoyat ostida bundan keyin usuli jadidni keng ko'lamda umumlashtirishni niyat qildim. Bu niyatdan meni hech kim yondira olmaydi. Alni o'yiltib, to'g'ri yo'lga boshlash biz olim ulamolarning muqaddas burchimizdir. Agar biz bu burchimizni ado qila olmasak, al oldida bu dunyo yuzimiz qora bo'lg'ay. Bu qatim talay ellarni aylandim. İçim açıq to'ldi. Qo'shni ellarning xalqlari bizdan yap to'g'lash uzab ketibdi. Tangri bizni ular bilan tang yaratgan-ku. Ulardan keyin qilish bizga numus emasmi? Hozir jamoatning ishlari uchqandek taraqqiy qilmoqda. Bundaq sharoitda hozirgi bir kunlik kechikish tarixdagi biror asrlik kechikish bilan barobar keladi. Biz xudimizni bilmay uxlavergan bilan buning dardini avlodlarimiz tortidi. Bugungi lag'aylashlarimiz, orqada qilishlarimiz keyingilarga o'rnini to'ldirib olsiz fojialik oqibat elib keladi. Qarindoshlar, ajaba jaholat patqiga boshchilab etib, jahon taraqqiyotining kepish bozoriga eski palasdak so'rilib yurish bizga boqilandimi-du? Uyqu baribir o'limning muqaddimasidir. Boshqalar uyquni tark etib, sargaklik bilan olg'a ilgirlab olsa, biz aksicha sut uyquda yotmoqdamiz. Agar vaqtida uyg'onmaydigan bo'lsak, yer yuzidan izimiz o'chib ketadi. Boshqalar mushtaq tugilmoqda, biz hadab seg'izliqdek chok-chok yerilmoqdamiz. Oramizda inoqlik xuddi anqa tuxumida g'oyib bo'lib, nizo va adovat, tafriqchilik bosh ko'tarmoqda. Dillardan diyonat yo'qib, niyatlar barg'ansir qaraymoqda. Qarindoshlar yotlashmoqda, yotlar dushmanlashmoqda. Nodonlik hammamizning beshini o'zimizga zindon qilib qurib bermoqda. Hamma yerda o'zimchilik bosh ko'tarmoqda. Xalqning o'rta qayg'usi uxlab tushimizga kirmaydigan bo'lib qelyapti. Bu atimiz bilan to'g'uning oldidagi donga o'xshash chechilmoqdamiz. O'z beshimizda o'zimiz yamoq chiqib, zolimlarga yegizmoqdamiz. Bizdek hamoqat haqdan jon yana birisi bormidi? Bizga ro'dpaydek chaplashib olgan bu illatlardan qutulib, nijotlikka erishishning birdan-bir yo'li ma'rifat va islohotdir. Jamoat Abduqodir Damullaning nutqidan hayajonga kelib, ulug' tinishmoqda edi. Damullam Qashqarga qaytib kelgandan keyin o'chib qolgan chiroq yemoshdan loppi yongandek bo'ldi, dedi to'p qarshi turgan Hamrohbay hayotini bosolmay yendigilarga. Men bunchalik zilzila bo'lib ketar deb o'ylamagandim. Nima degan dog'dug'o bu? 8 jannatning go'zalligini nus qolgan azizona Qashqar o'z olimlari bilan faxrlanishnimi, ularga izzat hurmat qilishni o'pdan biladigan shahar. Jadidlik, yangilik va taraqqiyot masligi. Abduqodir Damullan so'zini davomlashtirib, yangicha maktablarni ochib, xalqni o'yg'itish va jaholatdan qutuldirish yurt otillari va olim ulamolarimizning bo'yindagi qarzdir. Hadisda qiyomat kuni hammadan ko'proq azob chekuvchi o'z oilasini nodonlikda qo'yg'uchidir degan gap bor. Shunga bu masalani yurt kattallari va olim ulamolar birinchi bo'lib o'ylashqay. Amin. Jamoat gurrida duoga qo'l ko'tardi. Ba'zilarning ko'z chanoqlariga lig'ildab yosh keldi. Ba'zilari cho'nqur o'ylanishlarga g'arq bo'lmoqda. Biroq shuningdan keyin Qashqarda ixtilof bek og'ib ketdi. Makkar yangzingshin bizning xarakterimizga ziyoda hissiyotchanlikdan iborat ojizligimizdan foydalanib, bizni ojizligimizni rivojlantirishga hadab kuch kiritmoqda va aqldan amalning barcha yiroqlatmoqda. Puhrani nodonlikda tutmoqda. Ilgari eshak terisi kerilgan dumboqlarni chalatdik. Mana endi bir-birimizni dumboq qilib chaladigan bo'lib qoldik.
Biz eshakdan qolsa qulqini kes degandek erkin va sog'lom raqobatlashadigan mijozimizdan chatnab ko'ralmaslikka orqada qilishda suiqasd qilib o'rkolashda raqobatlashadigan bir to'p talvalarga aylanmoqdamiz. Ma'arif dal mush illatlarimiz davolaydigan shifoxona edi. Lekin ma'arif bilan shug'ullanish tutiyadek tez bir ish bo'lib qolmoqda. O'ziga xos ma'arif maslik bo'lmagan ma'arif baribir boshqalarning depiga usul o'ynaydigan jonsiz shaklan ma'arif bo'lib qoladi xolos. Yangicha o'qitish usulini qancha tez yo'lga qo'ya olsak, qadrimizni shuncha tez ko'tara olamiz. Kollej o'qitish usuli qancha uzun davomlashsa, jaholatparastlik shuncha bozor tepib, shuncha xotirjam bo'ladi. Chunki nodon elni boshqarmoq oson, yo'qotmoq oson. Aqlli ko'p el hech kimga bo'zak bo'lmaydi. Hozir madrasalarimizdagi o'qitish usulini jiddiy isloh qilish bizda ta'xirsiz zaruriyatga aylanib qoldi. Shunga biz darhol ish boshlashimiz kerak. Agar biz uyquda uxlaversak, asli-vasimizni yo'qotib qo'yib, kelgusi avlodlar oldida yerga qarab qoladigan og'ir jinoyat sodir qilgan bo'lmaymizmi? Hozir 12 yoshlik talibdan tortib 60 yoshlik fikr ochiq mollamgacha bizdan o'qitish usulida tezroq islohot elib berishni talab qilishyapti. Olimlarning vaz-nasihat, amr ma'ruflari ta'tir tarjim qilingan jumlalar orqali bayon qilinmoqda. Darslarmi shundoq? Nima uchun mollalarimiz o'ng tarjim qilib jamoat ko'proq manfaat yetkazishni o'ylamaydi? Biz matbuot qurib, gazet jurnal nashr qilib, tashviqot targ'ibotini kuchaytirishimiz, chet ellik din tarqatuvchi o'g'rilarga taqobil turishimiz kerak. Abduqodir Damollam o'tirg'a qo'ygan keskin so'z, dodil fikrlar yaqinlar orqali jamoatga cho'nqur ta'sir ko'rsatib, ularni qo'zg'atib va ularga qat'iylik tuyg'usi baxsh etmoqda edi. Bu ay bu kunlarda Qashqarning hamma yerida Abduqodir Damollam to'g'risidagi yaxshi-yomon gap so'zlar olib ketgan edi. Abduqodir Damollam Qashqarga kelib, uzoq o'tmayla butun xalqning diqqat markaziga aylanib qolgan edi. Ana shunday kunlarning birida Xonliq madrasasining peshaymani ostida bir to'p talib g'ujmaklashib Tataristonning markaziy Qozonda nashr qilingan yarim oylik jurnal Sho'rani qo'ldan qo'lga olib ko'rishmoqda edi. Bu ay bu kunlarda Uyg'ur ziyolilari chet eldan kiradigan gazet jurnallarni bak o'qiydigan bo'lib ketgan edi. Ular Sho'ra, Vaqt qatorliq nashr afkorlarini bas-bas bilan setib olib o'qib, Rossiyadagi axborot tilida emas, balki dunyo ellarining vaziyatidan tafsiliy xabardor bo'lib turadi. Yana chet ellarda o'qigan qatnash vositalarining zamonaviylashishiga ergishib, savdo faoliyati va haj maqsadida osh ilg'or ellarga berib kelib turadiganlarmi burunqidan hassilab ko'paygan edi. Bularning ichida hojilar ko'proq bo'lib, 1909-yili Qashqarda 350 kishi hajga borgan edi. Bugun taliblar qo'ldan qo'lga o'tkazib ko'rayotgan Sho'ra jurnalida Abduqodir Damollam yozgan adabiy suhbat sarlavlik bir maqola e'lon qilingan edi. Cho'ngroq bir talib uni o'qiyotdi. 1915-yil 13-son Sho'ra majmuasida bayoni haqiqat sohibining Javohirul Qon asrini avval ko'rgan chog'imizda avtorni Sham yoki Misr o'limalaridan bo'lish kerak deb hukm qilgan edi. Buxoroda o'qigan bir odamning arab tilida bu darajada fasohat bilan qasida so'zlash qudrati yetadiganligi xotirimizga kelmagan edi deb mendan iftixor his qilgan ekan. Keyin Sobirjon apandi bayoni haqiqatni yozuvchi Abduqodir Damollamni Sho'ra idorasi Buxoroda o'qigan odam deb ko'rsatdi. Bizning Sho'ra idorasining burunqi ko'z qarashi bo'yicha mazkurni Misr o'limosi deb hisoblashimiz to'g'ri ekan. Agar xatolashmagan bo'lsak, u kishini Misrda 8 yil o'qigan bir zot deydi. Buxoroda o'qigan qashqarlik bir olimning Javohirul Qondek bir kitobni yozib chiqa oladiganligi ularning uxlab tushigimi kirmabdi-da, deydi cho'ngroq talib maqolni o'qib bo'lgandan keyin. Ilmda undoq tarqaraydigan bo'lsa, Mahmud Qashqar bilan Yusuf Qasojibni qo'ydigan o'rin topolmay qolamdi nima? deydi yana bir talib. Taliblari taraf-tarafdan fikr bayon qilishib, uzungacha ta'sirot so'zlaydi. Bilim iqtidor egasi,
nadir əsərlər sahibi, mərifətpərvər, tərəqqiyatpərvər, islohotchi olim Abduqodir Damulla binni Abdulvaris Qashqari ana shu taqlidda keng jamoat va taliblar qalbidan cho'nqur o'rin olmoqda edi. Anglayotganinglar beni Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Yenichi ma'arif. Abduqodir Damulla va Akuk Musa Bayevlar Qashqardagi yenichi ma'arifning yo'l boshchilari bo'lish sifati bilan xalqni darholla yenichi ma'arifga izlantirib ketolmaydi. Abduqodir Damullaning Qashqar shahrida ochgan maktabini 2-yili uning o'rniga mudarrislik qilayotgan shogirdining bexastaligi sababidan xalqning qo'llashidan qoladi. Bunday ahvolda Turkiyadagi Birlik va taraqqiyot hay'ati Qashqarda yangicha ma'arifning yo'lga qo'yilishiga yordam berish maqsadida bir turkiyashni avatmoqchi bo'ladi. Birlik va taraqqiyot hay'atining rahbarlaridan Osmanli Turk imperiyasining daxiliy vazirligini o'tayotgan Talat Pasha Musabay jamoatidagi birisining haj qilib qaytishida İstanbulni ziyorat qilayotgan fursatidan foydalanib Qashqarga avatadigan o'quvchini qabul qilishni talab qiladi. 1914-yili 3-oyning 14-kuni Turkiyadan kelgan yosh o'qituvchi Ustun Otishdagi Bavudunbay tarafidan rasmiy qabul qilinadi. Shuningdan keyin u Qashqar shahrida maktab etish imkoniyati ustida izlanib, biror oy o'tganda shahardagi nupuzli kishi Ömer Bayning yordamiga erishalmaganligi uchun maktab o'rnini Musa Bayevning yurti Ustun Otishga o'tkazdi. 4-oyning 19-kuni Turkiyalik o'qituvchi maktab mudirligini ustiga olgan Darul Muallimin ittihadiyasi qurilib, maktab xarajati uchun Islom xayri ehson jamiyatining faoliyat boshlaganligi jakarlanadi. Abduqodir Damulla va yosh korxonchilarning biri bo'lgan Hoji Ali Qashqar shahrida Islom xayri ehson jamiyatining bosh shtabini qurdi. Ammo ularning faoliyati tezla mutaassib kuchlarning ayblashiga uchraydi. Oldi bilan Selim Axun ismli ulamo tarix, jug'rofiya o'qitish haromdir deb fatvo chiqardi. Ömer Bay yana mutaassib kuchlarga bosh bo'lib, yangicha ma'arifni qo'llovchilarga tuhmat chaplash, zarba berishni kuchaytirdi. Ömer Bay bilan Musa Bay Qashqardagi raqobatchi savdogarlardan bo'lib, Uyg'ur savdogarlari ichida faqat mush ikkisiningla Rossiya va Qo'qondan mol sotilish huquqi bor edi. Ömer Bayning Qashqar shahrining bejini yig'ish huquqi bor edi. Shu sababdan Abduqodir Damullarining Qashqarda ma'arif ishlari bilan shug'ullanish uchun Ömer Bayning yordami bo'lmasa bo'lmaydi. Bavudunbay, Ömer Axunbay mening ma'arif ishlari haqidagi talabimni qabul qilsa, men uning etining tezligini erig'daydigan ishi bo'lsa-mu, yo'q demayman degan edi. Ular o'zangi so'qishtirgandan sirt ayni chog'dagi Qashqar jamiyatida har xil tarafvozlik va yurtvozlik adab qilgan edi. Bo'libmi Qashqarlik bilan otishlik o'tirsida bir-biriga eg'ir holda ishonmaslik mavjud edi. Buningdan boshqa ular yaqinqi bir necha asrdan boshlab Şinjanda nopuz tiklib olgan atalmış Qashqar xo'jalaridan bo'lgan Ishqiya bilan Ishoqiyaning majrosiga chetilib qilib, Bavudunbay Ishqiyani, Ömer Bay Ishaqiyani qo'llagan edi. Shundaqdimi el orasida yana Musabay jamoatining shuhrati Ömer Bayninkidan ko'p eshib ketgan edi. Qashqardagi ta'sir kuchi zo'r bo'lgan bir qism kishilarmi mutaassib kuchlar tarafda turib, Qashqarda yangicha ma'arifni yo'lga qo'yishdagi qiyinchiliklarga bir yonda turib, qo'l qo'yishtirib qarab turishgan edi. Yangi ma'arifni yo'lga qo'yishda qushqinga o'ldirib olib, jamiyatdagi atoq va huquqni saqlayotgan mutaassib ulamolar jaddichilik harakatiga eng kuchli qarshi turuvchilar edi. Shu chaqda Qashqarda qozilik, mudarrislikdek diniy vazifa o'taydigan amaldorlar saylam orqali chiqmay, boy nötverlar ularga yon bosadigan inovatli kishilarni ko'rsatib, xohlagancha bekitib qo'ydigan bo'lg'achqa, Selim Axundek ulamolarga o'zining imtiyozini saqlab qolish uchun Ömer Bayning katmini chopmaymi amal yo'q edi. Biroq Selim Axun chiqargan fatvo haqida elib berilgan munozirada
Türkiyalik o'qituvchining so'zlari to'g'ri deb qaraladi. Selmaxun har qancha qilibmi uningga tang kelolmaydi. Ömerboy doim mutasib ulamolarga boshqalarni safarbar qilish uchun moddiy yordam berib, ularning maydonidan foydalanib, umumga hayva ko'rsatdi. Bu qitimmo o Selmaxun orqali shariatga bo'ysunish degandek fatvoni chiqarg'izib, xususiy maqsadini, ya'ni Musabay jamoatiga bo'lgan dushmanligini yo'shirib qaradi. Mutasib kuchlarning yangi ma'arifni ayblish kuchayotganda Qashqar doiralari Bavdunbayning ishiriga diqqat qilishga boshlaydi. Bavdunbay o'z faoliyatlarining hukumatning moliya siyosati bilan amonligiga daxl yetkazmasila, har qanday harakat erkinligiga ega bo'ladiganligini. Bo'libmi, hukumat doiralari uning ma'arif ishlarini butun kuch bilan qo'llaydiganligi haqida javobga erishdi. Bu qitimmo hukumat doiralari ustun otishdagi maktabga 1914-yili 9-14-kuni ijozatnoma berdi. Yana bir tarafdan Ömerboyning ta'sir kuchi bor Qashqar shahrida hukumat Abduqodir Damullan va Hoji Ali boshchiligidagi Islom xayriy ihson jamiyatining bosh shtabini taqoqozib etdi. Bunday jiddiy vaziyatga duch kelgan yeni maktab doiralari maktab echib 1,5 yilga yetmayla dars to'xtatib, oshkor imtihon elib 60 nafar o'quvchidan 27 nafarga boshlang'ich maktab o'qituvchisi salohiyatini berdi. Qashqardagi Hoji Ali qatorliqlar bosh bo'lib, Darul Muallimini puturganlarni o'qituvchi qilib boshlang'ich maktab ochdi. Ömerboy yana suxanchilik qilib, ularni Qashqardagi hukumat doiralariga chaqqanlik uchun hukumat doiralari ularni qo'lga olib, maktabni taqib etdi. 1913-yili o'lkalik hukumat Beyjindagi parlamentga vakil saylab chiqish haqida Qashqardagi Uyg'urlarga necha rat uqtirish qiladi. Yana Beyjingning mufattishi Wang Axun Abdurahmon bilan Beyjing Islom dini jamiyatining raisi Abu Bakr Axunmo bu haqda Qashqarga necha rat xat yozib so'ylaydi. Bu xatmo ikki tarafvozlik tufaylidan o'zaro kelisholmayotgan qashqarliklar orasida talashlik qilib, xeyli kunlargacha javobsiz qoldirildi. Abduqodir Damullan boshchiligidagi Qashqarning ahli ulamolari, mo'tabarlari bu uqtirishni olqishlaydi. 1915-yili 12-oyning 23-kuni Bavdunbay Qashqar Koni shahar nohiyasining hokimligiga yangidan tayinlangan Mashavurning nasihati bilan Ömerboyga va Qashqarga bo'lgan ochiqini ichiga yutib, nurg'un mablag' selib, Qashqar shahar ichidagi Yorbog'da maktab ochdi. Bu maktab hukumat doiralarining nazoratiga o'tkazilib beriladi va xanzu tili o'qitish shart qilinadi. Lekin uzoq o'tmayla o'quvchi soni tez sur'atda ozlab ketdi. Musabayning yordami va qo'llish orqasida İstanbulda necha yil o'qib tarbiyalangan 1914-yili yurtiga qaytib yangi ma'arif faoliyatiga hamdamda bo'lgan Tursun Efendi shuningdan keyinmi ustun otishda ma'arif faoliyati bilan shug'ullanib nurg'un o'quvchilarni tarbiyalaydi. Ana shunday vaziyatda keng xalq ommasini harakatlantirib, mutasib kuchlarga qarshi kuchli qo'rg'on hosil qilishni ko'ngliga pukkan Abduqodir Damullan keng xalq ommasiga nasihat qilishni asos vazifa qilgan ulamolar jamiyatini tashkillaydi. Bu ay bu kunlarda Abduqodir Damullan boshchiligida qurilgan ulamolar jamiyati Qashqardagi ma'arif islohotiga jonliq yetakchilik qilib atdi. Ular pat-pat cho'ng-cho'ng ommaviy yig'ilishlarni o'tkazib, ommaga vaz nasihat qilib turadi. Ular bugun chaqirgan yig'ilishqimi Qashqardagi nurg'un ulamo, damulla, xalbat, taliblar qatnashgan edi. Abduqodir Damullan so'zlamoqda. Hammaylar zan qo'yib anglamoqda edi. Bilmaslik, tushunmaslik odamni zaif va qo'rqinchoq qilib qo'ydi. Shunga biz hozir ko'ni odatlarimizni yengilashga jur'at qila olmayapmiz. Hozirgi zamon uyg'unish zamoni, g'aflat va beparvolik zamoni emas. Bizning kollej o'qitish usulimizda bir talib o'zining 20 yillik umrini zoya qilmoqda. Bizga umrdan qimmatli nima bor? Bu nima degan zo'r isrofchilik?
taraqqiy topgan ellarda pixsiq baylarimiz bir tanganing to'shkidan ming o'tib xajlagandek kishilar bir daqiqa vaqtni 1000 daqiqaga so'zib foydalanmoqda. Bizchu shuncha 10-20 yillarni zoya qilib yetibmi, bir tiyin ziyon tortmagandek bahramay yurmoqdamiz. O'qitish usulimizning holi shunchalik tursa, taliblar maktabdan qochmay nima qilsin? Bir talib egisi yetilab ketayotgan bir o'shkining tirajab mangmay turib olganini ko'rib, "Ey o'shka, seni har qancha yomon yerga olib borsa, qassobning oldiga olib bordi. Maktabga bormagandan keyin nimaga qo'rqsan?" debdi. Ahvol shundoq tursa, biz nima uchun islohot qilmaymiz? Hozir Misr, İstanbul madrasalarida islohot yurgizilib, 20 yillik o'qishni 8-10 yilga qisqartdi. Bizchu konusulda qaytib qolmoqdamiz. Millating nima desa, musulmon. İbrahim Halilulloh deb javob berdigan, Uyg'ur deb javob bera olmaydigan son-sanoqsiz qarindoshlarimizni nodonlikdan qutqizishning birdan-bir chorasi ma'arifni isloh qilish, yangicha o'qitish usulini yo'lga qo'yishdan iborat. Shundan keyin Qashqardagi madrasalarda orqa-orqadan yangiliklar barliqqa kelishga boshlaydi. Bu yangiliklar ko'pincha Abduqodir Damullan o'zi mudarrislik qilgan Abduvali Bay madrasasidan tarqalib o'tadi. Ilgirgidek yodlash uchun o'qitish usuli tushuntirib o'qitishga o'zgartirilgandan keyin maktabdan qismoqdan hurkigandek hurkiydigan taliblar mana endi maktabga o'zini parvonadek urg'ulib turadi. Ilgirgidek mantiqsiz quruq munozirning o'rniga har bir talib o'z oldiga mulohiza yurgizish yo'lga qo'yiladi. Fasllik, yillik imtihon elish tizimi yo'lga qo'yilib, taliblarning tirishchanligi yuqori ko'tariladi. O'qish qizg'inligi butun shaharni zilzilaga keltiradi. Taliblar hassilab ko'paydi. Yiroq sahrodikilarmo shaharga kirib, Damullamda o'qishni talab qilishadi. Abduvali Bay madrasasi bir mezgil ana shundoq o'qish qizg'inlik ichida qaynoq bozorda qizib ketadi. Uzun yillar madrasada o'qib kelayotgan cho'ng-cho'ng taliblar Damullamda o'qishga boshlagandan keyin o'tgan umr, ketgan vaqtlarga echinib pushaymon qilishadi. Abduqodir Damullamning shuhrati eg'izdan eg'izga, quloqdan quloqqa ko'chib, butun Qashqarga pur ketadi. Aradan uzun o'tmay, yurt xalqi Abduqodir Damullani Qashqarning bosh qoziligiga saylab chiqadi. Anglayotganinglar, Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Guloqdagi bolalar. Qashqarga hash-pash degicha qardan qish paypaslab kirib keladi. Hardek chaqadigan sovuq odamning jon-jonidan o'tib ketadi. Qashqarda yosh bolalar hammom ostida kulda yotolar degan qo'shiqni anglaganmisiz? Rahmsiz sovuq hukmronlik qilayotgan shahar hayotining guloq deb ataladigan hammom gulxonasida jul-jul kiyimlik bir to'p bolalar kulga ko'milib, achchiq sovuqdan o'zini daldiga olmoqda edi. Shu arada ko'cha to'qmishida to'p-to'g'ri guloqqa qarab kelayotgan bir to'p salobatlik odamlar paydo bo'ladi. Topning Bilqut xazinasi dal Abduqodir Damulla edi. Guloqdagi bolalar hayroni has bo'lib qetib qolishdi. Biz sizlardan hol so'rab beshinglarni silayli deb keldik. Juringlar, bizning uyga berib mehmon bo'lib kelinglar. Damullam bu yil sovuqning qattiq ekanligini, ko'chalarda sarson bo'lib yurayotgan yetim yesir tilamchilarning ko'pligini bayqab, xelidan beri ularga g'amxo'rlik qilishning zarurligini o'ylab kelyapti. Shunga ularga otatarchilik qilish uchun zarur bo'lgan yetimlar xonasini kashkuz kirgicha tuttirib tayyor qilib bo'lgan edi. Salopatlik mo'ysbit kishilar mutlaq oyoq bosmaydigan guloqqa bugun Damullam bir to'p jamoatni boshlab kelgan edi. Bayqi gapni anglagan bolalar texmi hayron bo'lishdi. Tabiiyki, ularning chiroyidan ishonmaslik alomati chiqib turadi. Damullam yana so'z qildi. Sizlardek millatimizning kelgusi xo'ja erkaklarga ilmon uy, issiq bosqida g'izo tayyorlab qo'yib keldik. Qora qishni guloqda o'tkazish tez. Darhol o'rninglardan turib, men bilan bilmanglar bolalarim.
Damollamning so'zini anglagan bolalar xushalligidan churqurishib ketadi. Ular Damollamga ergishib bir haza ün-tünsiz mangandan keyin oxir o'z shafoatchisining issiq uyiga yetib keladi. Bu chaqda mo'r o'choqda charaslab o't kuyib-yotadi. Balalar o'choq atrofiga o'lishib, o'zlari uxlab tushidimi ko'rib baxmagan bu tasaddibiy omaddan texicha hayron bo'lgan holda rohatlanib o'tsinmoqda edi. Ularning ko'p qismi bunday rohatni al umrida ko'rib baxmagan edi. Ular o'tsinib bo'lgandan keyin Damollamning mulozimlariga ergishib 3-4 dan bir bo'lib yuyinish uyiga kirib badallarini suvga solishdi. Ondan Abduqodir Damollam o'zlariga atab tiktirtib tayyorlatib qo'ygan paxtaliq ishdan chaponlarni yangi ish kiyimlarining ustiga kiyishdi. Ondan ular bir-birini aran-aran tunishgan holda uyga selingan katta dasturxon atrofiga tarqilib, dastlabida chip-chip tarlab o'tirib, bir chinidan qiymiliq o'lgiri ichadi. Ular mehmondorchilikmi shuning bilan tugagan bo'lsa kerak deb lavlarini yalab o'tirishganda dasturxonga tavoq-tavoqda ustiga kallak-kallak go'sht besilgan, o'r chiqib turgan pulov keltirildi. Abduqodir Damollam bolalarni pulov yeb kekirib bo'lishgandan keyin qo'yib bermaydi. Ularni G'oylisda oldin tayyorlab qo'yilgan yetimlar xonasiga o'rnashtirib, davomli ep qoladi. Shuningdan keyin Abduqodir Damollam yetimlar xonasiga kirib, ularni kunda necha vaqt yo'qlab turadi. U har qatim kirganda bolalardan otilarcha mehribonlik bilan ahvol so'rab, qiyinchiliklarni surishtiradi. Ularni inoq o'tishga, bir-birini hurmatlashga rag'batlantiradi. Keyincha Abduqodir Damollam Noila xonimning ranjishlariga parvo qilmay, hijratdan qaytib kelgandan keyin tijab to'shab yiqqan va dasturxonlardan tushgan, jamoat duo qilib yig'ib bergan yo'g'on bir g'alla pulning oshquchini yetimlar orasidagi yoshli cho'ngroq biriga tutqizib, hammaga bab-barobar ulashtirib berdi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ammiga nasihat. 1920-yili 2-chi qatam vatanga qaytib kelgan Abduqodir Damollam aslida yangicha ma'arif ishlarini hukumat doiralari va ularni orqa taraf qilgan mutassib chalin mollalar bilan tutishib qolishdan mumkin qadar ehtiyot aylab, aplab-saplab yo'l tepib yurishtirmoqchi bo'lgan edi. Biroq xalqning qinini sho'rab yashayotgan parxur amaldorlar, jaholat homilari bo'lgan makkor so'pi eshonlar, oshko'z jonbaqara baylar qo'rqqan baldir mush ko'tiribdi degandek oldin ola mush ko'tirib qo'pqashqa Abduqodir Damollamga ularga qarshi kaskin kurashga otlanmaymi amal bo'lmaydi. Ular Abduqodir Damollamning har qaysilari yurtning ko'zi, xalqning beshi, halbuki xalqimizni ilm ma'rifatga, taraqqiyotga boshlamasdan butun ijtihod va ishtiyoq bilan muhri haqqiga maftun bo'lib, kundi tushgan tangilarni avrazga ko'mib, xotirjam uxlasizlar, xalqimizning holi qandoq bo'lar? Biz o'z bolalarimizga maktab ochmay ularni tashlab etdik. Texi har xil jazo choralarini qo'llanib, xalqning beshiga dard silib, ularni jarohatlantirmoqdamiz. Agar bu to'g'rida qayg'urmaydigan bo'lsak, kelgusi avlodlarimiz oldida qattiq uyatga qilishimiz turgan gap. Degan xitoblarni asabiylik va o'zlariga dartmalangan deb xudiksirishib, hozirgacha qo'llaridan keladigan eng oddiy va eng pastkash vosita bilan tuhmatxo'rlik hunarini ishga serishidi. Tuhmat quyunlari Qashqar osmonda xohlagancha to'ng'iz to'piq o'ynashga boshlaydi. Bularga vaz nasihat o'qib, xalqning qo'ydi bo'lishga undashning o'zi kalın müngüzdə gül ündürüş bilan barabar emasmi? İştlarga ming nasihat qilsangmi, baribir yana iştliqini qilmay qo'ymaydilar. O hargiz kalaga yoki qo'yga o'zgarib qolmaydi. Bu haqiqatni tan olgan Abduqodir Damollam yengvashdan parishon bo'lib qoladi. Lekin uzoq o'tmay bu parishonlikdan qutuladi.
o'zlarining necha ming yillik esil an'anaviy madaniyatini paxtaning ichiga cho'q saqlagandek saqlab, bugungi kunga qadar davomlashtirib kelishga qodir bo'la olgan bu aziz xalq Abduqodir Damollamga tog'dek yuranchik edi. Abduqodir Damollammo ularga cheksiz umid va ishonch bilan qaraydi. Shunga soni singan yerga sabis bo'lmaydiganligini cho'nqur his qilgan Abduqodir Damollam har kuni namoz degandan keyin Heytgoh jamoasida so'rin tuzib, amr ma'ruf qilib, elga vaz nasihat qilishni odat qilib oladi. Abduqodir Damollam ammaga nasihat nomli mashhur maqolasini dal ana shundoq amr ma'ruf so'rovlarining ehtiyojini nazarda tutib, xalqning uyg'onish qadamini tiziltishni maqsad qilib yozgan edi. Mana bugunmi Abduqodir Damollamning nutqini anglashga oldirgan taliblar, xalfatlar, damollalar, imomlar taraf-tarafdan top-top bo'lib yetib kelishib, ulug' bir iqimni hosil qilib, xonliq madrasaga qarab oqmoqda edi. Hash-pash deguncha madras ichi odamga liq to'ldi. Ularni kuchli taqozolik va hayajon qoplagan edi. Hamma ko'zlarda Abduqodir Damollani ko'rish, nutqini anglash istigi o't bo'lib yanatdi. Ular Abduqodir Damollani taqatsizlik bilan kutayotganda, Abduqodir Damollam Islom Damollam qatorliq peshqadam ulamolarning hamrohligida ishikda ko'rinadi. Xalq to'pi xuddi qilish bilan chopgandek ikkiga bo'linib, o'ttirdim yo'l ochadi. Abduqodir Damollam va Islom Damollamlar bir to'p yurt mo'tavarlarini agashtirib, salmoq qadamlar tashlab, ommaning salimiga salom, hurmatiga hurmat bildirib kirib keladi. Abduqodir Damollam bilan birga kelganlar ishida Obul Qosim G'ozi, Abdug'ofur Damolla, Qutlug' Hoji Shavqiy qatorliqlarni bor edi. Ular ommaning izzat hurmati va qizg'in olqi sadosi ichida masjid ayvonchisining oldidagi supiga chiqqandan keyin orqasiga qayrilib ko'pchilik hurmat bildirdi. Abduqodir Damollam jamoatga takshi bir qarab o'tgandan keyin so'zini boshlaydi. Qarindoshlar, yurtdoshlar, xalqimizning taqdiri hozir qil ustida turmoqda. Zulm, jaholat, nodonlik, ittifoqsizlik, xurofotlik oramizda xuddi vabodek yomrab, jinimizni halqumimizga taqab qo'ymoqda. Har qanday kishi agar oztul vijdon egisi bo'lsa, bunga echinmay tura olmaydi. Hammamizga ayonki, xalqni ro'noq topqizishda, xalqni taraqqiyotga, islohotga boshlashdan o'zga yo'l yo'qdir. Dunyoda o'zaro ittifoqlashib bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqargan xalqlar ko'zlagan maqsadga yeta oladi. Biz ma'rifat nuri orqali xalqni uyg'otmoqchimiz. Butun Qashqar xalqini emas, balki butun Shinjongdagi jaholatda, asoratda va qulluqda yashayotgan har millat xalqini uyg'otib, yangicha ma'rifat nuriga ega bo'lgan, o'z iddisi, o'z kallasiga tayinib, mustaqil fikr qila oladigan kishilardan qilib tarbiyalab chiqmoqchimiz. Uyquda bexud uxlayotgan xalqning hozirgi holatidan o'zga xabar berib, buningdan keyin zot qanday qilish kerakligini bayon qilmoqchimiz. Biz shu maqsadda nasihati omma nomli bu maqolani yozib chiqdik. Bu maqolaga garchi qalamni men davratgan bo'lsam-mu, biroq u Qashqardagi xalqning g'amini yeydigan halol ulamolarning yurak sadosi. Maqola bitgandan keyin ulamolar jamiyatidagi barliq ustozlar ko'rib chiqib, birdek olqish yangritishdi. Qashqar ulamolari va mahkama shar'iy vakolatan Islom Damolla qozi A'lam, qozi Obul Qosim, Abdug'ofur Damolla qatorliq peshvolar har qachon mas'ul bo'lishga tayyor ekanliklarini bildirib, qo'l qo'yib muborak muhrlarini besishdi. Yuqorida ismi atalganlar jamoatga rozimanlik bilan kulimsirab qo'yishdi. Abduqodir Damolla ommaga nasihatni o'qishga boshlaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni rahimdil, shafqatlik Allohning nomi bilan boshlayman. İslamiyat olimlarining donishmandlari diyonat dunyosining ixlosmandlariga ro'shan va ochiq bo'lsin-ki, hozir va kelgusining baxt saodati, sharofati, iymon va niyat, yaxshi amallarni qilish bilan maydonga chiqadi.
Şunun uchun bu islom dinining muqaddas qonuni bo'lgan Qur'on Karimning bir qancha yerida iymonni yaxshi amal bilan birlashtirish haqida, ya'ni nazariyani foydali amaliyat bilan birlashtirish haqida alohida oyatlar keltirilgan. Xaloyiq ayonki, har qanday ish yaxshi niyat bilan boshlanmasa, qilch foyda bermaydi qolmasdan, balki yomon oqibatga giribtor qiladi. Niyat qancha yaxshi bo'lgan bo'lsa, u foydali amaliyat bilan birlashtirilmasa, kamolatga yetolmaydi. Bu sirlardan mo'tabar peshqadamlarimiz va burunqi olimlarimiz xabardor bo'lib, butun g'ayrat shijoatini yaxshi ishlar qilishga, uni boshqalarga bildirib, Allohning so'zlarini ustun o'ringa qo'yishga, islom haqiqatini tashviq qilib va islomiyatning chaqiriqlarini tunishtirishga sarf qilishdi. Ulug'larimizdan ko'rsatgan ana shunday g'ayrat shijoatlar natijasida muqaddas islom dini butkul olamga nur chechib, haqni nohaqdan va nohaqni haqdan ayirib, ishning haqiqatini tamomiy olamga oshkor qildi. Ittifoqlik, ilm, ma'rifat va adolat o'z qudratini ko'rsatib, jabr, zulm, ixtilof, ikkiyuzimlik va ilmsizlik zavolliqni yuz tutdi. İslamning obro'yi va haybatidan uningga xilof ish qiluvchilarmi hayronlik ham g'am andish ichida qoldi. Bu bo'lsa-mu Qur'on Karimda ko'rsatilgan payg'ambarimiz aynan yetkazgan yaxshi amallarning natijasi ham xosiyatidir. Biz navbatda bu yaxshi amallarning yo'llarini bayon qilishni to'g'ri topdik. Dinni islomning yo'l boshchisi Qur'on Karimda ko'rsatilgan yaxshi amallar mo'nula. İxlos, ya'ni har ishni jon-dil bilan o'rindash, tozliqqa rioya qilish, ibodat qilish, ittifoqlik, uyushqoqlik, nasihat, do'stlik, insof va adolat kengashish, dilni xiyonat va adovatdan pok qilish, sehiylik, isloh qilish, chidamlik va ig'ir besiq bo'lish, go'zal axloqiy fazilatga ega bo'lish, o'zaro kuyinish va yordam berish, yaxshi ishlarga intilish, ehtiyotjon va ishonchlik bo'lish, ilm o'rganish va boshqalarga o'rgatish, insoniy munosabatni bildirish, boshqalarga manfaat yetkazish, kuyimchanlik, sadoqat, kengqo'llik, saxovat, yaxshilik, tadbirchanlik, rostchilik, har ishni to'g'ri yo'l yo'riqqa binoan qilish, yaxshi yo'lga menish, yomon yo'ldan qaytish qatorliqlar. Mana bular islomiyatda buyurilgan yaxshi amallardir. O'tganda yuqorida aytilgan barliq yaxshi amallar, barliq ahli islomga o'zlashish, hamma kishi uni o'zining o'lchimi qilgan ishlar bo'lsa, Qur'on Karim, hadis sharaf va munavvar peshqadamlarning ko'rsatmasi ham yo'l yo'riqi bo'yicha bo'lgan edi. G'alba va yetakchilikmi ahli islomning maxsus nisibasi bo'lib, izzat, hurmat Allohga, payg'ambarlarga va mu'minlarga xosdir degan oyatning hukmiga muvofiq ish bo'lgan edi. Amaliyat bizga qachonki ahli islomning axloqi buzilsa, yaxshi ishlar bilan shug'ullanishga nuqson yetadiganligini, ittifoqlikning yo'qoladiganligini, o'rinliq va bekorchilik, zulm va xiyonatchilikning bosh ko'tarib chiqadiganligini, ilm ma'rifatning susishadiganligini, butkul ahli islomning shuhrati yo'qolib, xoruzorligi yuzlanadiganligini cho'nqur tunutdi. Bugungi kunda peshvolarimizning axloq to'g'risidagi bayonlari va asarlari esimizdan ko'tarilib, xurofotlik bosh ko'tarmoqda. Izzat obro'lar qo'ldan ketmoqda. Ajnabiylar yurtimizga qo'l uzatmoqda. Har qanday el o'z obro'yini o'zi yo'qotmoqcha, Alloh ularning obro'yini yo'qotmaydi degan oyatning ma'nosi amaliyatda isbotlandi. Insof bilan yaxshi mulohiza qilsak, bunday yomon oqibatga o'z qilmish atmishlarimiz sababchidir. Shuning uchun bugun biz parishonlik va xorzorlikqa, azob, kulfat, ham andishi giribtor bo'lib, pushaymon va hasrat nadomat chekmoqdamiz. Hozir dehqonchilik, savdo setiq jihatlarda boshqa millatlardan bakla tuvan o'rinda turmoqdamiz. Keling ay qarindoshlar. U dunyo, bu dunyolik birodarlar, islomning ilgirki taraqqiyotining sabablarini tadqiq qilaylik. Hozir tuvan oltimizning o'zimizga umidsizlik, g'ururlik va jur'atsizlikdan kelib chiqqanligini tunib, nachar axloqdan yanaylik. Qur'on Karim va payg'ambarimizning ko'rsatmalarini xaloyiqqa aynan yetkazadigan olimlarimizning peshiga esilib, ularga umid bog'laylik. Olimlarimiz zimmistik burchining eg'irligini to'lib yassin.
ulug' peshvolarimizning ta'limotlarini har majlis va so'rinlarda bayon qilsin. Xalq ommasiga yaxshi yomonni tushuntirib, axloqiy, aqliy tarbiya bergandan tashqari zamonaviy yangi yo'llarni ko'rsatsin. Chunki olimlarimiz payg'ambarlarimizning izbosarlaridir. Shuning bilan xalqimiz yetim yesir, g'arib g'urbalarning oldin xabar elish uchun o'shir zakot, sadiq ihson va moddiy yordamlarni ajratib, qo'lidagi iqtisodning sarfiyotini to'g'ri boshqarsin. Xalqqa shundaqla elga xizmat qilsin. Er va ayollarga ilm o'rganishning farzligini mulohiza qilib, uningga diqqat e'tiborimizni qo'zg'atishimiz, xotin qizlar uchun maxsus maktablarni ochishimiz lozim. Chunki kichik bolalar nodon onasining tarbiyasidagi chog'da yomon illat va bilimsizlikka giriftor bo'lsa, kichikligida odatlangan u ishdan qutulish nihoyat jafoliqdir. Agar onasi bilimlik va qobiliyatli bo'lsa, farzandga yaxshi axloq va tarbiya qilur. Bundaq bolalarning cho'ng bo'lgani kamolatga yetmagi oson bo'ladi. Hadisdimi har bir farzand tug'ilishda ayibsiz, lekin uning yaxshi yomon bo'lishi ota-onasining tarbiyasiga bog'liq degan mazmun bor. Hammamiz o'zimizni tumaylik, kelgusi istiqbolimizni o'ylaylik. Barliq chora tadbirlarni qo'llanib, xalqimizni va millatimizni nodonlik asoratidan qutuldiraylik. Ko'p degan yo'qsul va igichoqsiz bolalar oshnon va turmushida ilojsizlikdan aqidasining buzilib ketishidan xabar yo'q. Ajnabiylarning maktablarida o'qib yomon oqibatlar yo'liqmoqda. Biz insonlik va musulmonlik burchimizni ado qilish uchun g'ayratga kelib, ularni qutuldirish chorasini izlaylik. Bu zaman g'aflat va beparvolik zamoni emas, uyg'onish va sezgurlik zamonidir. Johillik va nodonlik davri emas, ilm ma'rifat davridir. Sustuk va bekorlik vaqti emas, tirishish va g'ayrat vaqtidir. Boshqalar ilm ma'rifat sohasida havoda uchib parvoz qilmoqda. Suv ostida bo'lsa xuddi quruqlikda yurgandek erkin uzishmoqda. Biz tehi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu o'limning muqaddimasidir. Bu holatda doim uxlasak, yo'qolish va o'lim yo'lidan boshqa yo'l yo'q. Hali ham vaqt va fursat bor. Allohning rahmat va inoyat xazinasining eshigi doim ochiqdir. Dunyoda umidsizlik bilan yashash to'g'ri emas. İnson kichkidan tortib ilm o'rganishi va kasb bilan shug'ullanish kerakki, har qanday ishni o'zligidan maydonga chiqarishni Alloh odat qilmagandir. Balki har bir ish tirishchanlik va ijtihod bilan barpo bo'ladi. Hamma ishga tirishchanlik bilan fidokorlik ko'rsatish Allohning yo'lidir. İnsonning tirishchanligiga loyiq natija bordir degan oyat buning guvoh va isbotdir. Salom, yaxshi yo'lga mangan kishilarga. Maydon hayajon bilan yengil tavrinishga boshladi. Maqolda jonliq iboralar bilan tushunishli qilib o'tirg'i qo'yilgan haqqoniy fikrlar anglag'uvchilarning ruhiy to'lqinlarini lang atqizib o'tdi. Odamlar xushalliqda bir-biriga yengboshdan kulimsirab qarashmoqda. Bir-birining qo'llarini mahkam siqishmoqda. Quchoqlashmoqda. Ba'zilar issiq yoshlarni to'kib yig'lashmoqda. Ba'zilar bo'lsa, davomli umrdir uzun bo'lsin, Xudoyim davlatlarini texnik ziyoda qilsin deb o'lik ovozda to'lashmoqda. Yana ba'zilar bo'lsa, xushalliqdan hayajonlanmoqda. Kechicha qaysi ko'cha, qaysi maydonlarga berib tomosha qilish, qaysi samovar hollarda kimlar bilan uchrashib, choy ichib ulfatlashish, qaysi bog', qaysi mehmonxonalarda mashrab o'ynab, naqshchi satanlarning yaqinlik xush ovozini anglab ko'ngil echish, usulchi nozinlarning g'ijimlashlari, sho'x o'ynoq ko'zlaridan huzurlanish, pindak chekish yoki choy bilan maj'un qop etish, yana qandoqdir lazzat baxsh etadigan boshqa tomoshalar bo'lishdek shirin xiyollar qo'ynida xufiyon cho'suqib tast tong atqizgan oz sondagi bir qism kishilar bo'lsa, to'pning sirtida o'ng o'shgan, ko'zlaridan bo'lsa shumlik qushqini chaqnagan holat turardi. Shaharda qayerga borsa odamlar to'p-to'p bo'lib g'ushmaklashib olgan. Hamma joyda tashviqotchi Xalif toliblar gizit qilib chiqarib olgan nasihati ommani jaranliq ovozda o'qib, kang ommaga tushuntirib atgan sanjoq-sanjoq omma
bütün zihni bilan ruhini urg'utadigan shirin so'zlarni quloq silib anglayotgan, ba'zilar texi ko'z yosh qilib yig'layotgan ko'rinishlarni ko'rib turibdi. Qaymoqdek gaplar ekan emasmi? Hayotimdan beri yelish-yelishlar angladim. Anglasa yana anglag'is keladi. Tova, gap so'z degan odamga ajoyib ta'sir qiladi ekan jumo. Mana hammadan bek ta'sir qilgan gap qaysi demamla? Har qandoq el o'z obro'yini o'zi yo'qotmoqcha, Alloh uni yo'qotmaydi degan gap. O degan Qur'onda bor bir oyat. Qur'onda bor bo'lgan bilan ilgirki o'limalarimiz mundaq ezib ishchirib, singishlik qilib tushuntirib bermaydi emasmi? Hammish Xudoning irodasi bilan bo'ladi. Xudoning irodasiz qil tavirmaydi deb shukr qanoat qilish qilib undab odamni mollu poppo qilib qo'yibdi emasmi? Demismi ras? Abduqodir Domullam bizga nimaning haq, nimaning nohaq ekanligini xuddi oyoqdagi oshda qilib oldimizga akilib berdi. Bunda obdan qizani kim mazza qilib yeyamiz? İlgiri 20-30 yıl o'qibmi babi istinjodan chiqa olmaydigan taliblar hozir 5-6 yildilla bo'ldi bo'lib chiqadigan bo'ldi. Buni anglagan kishilar bolalarni boshqa mollalardan qaytirib elib, domollamda o'qitimiz deb akilib berishmoqda edi. İlgiri 10 yildan molla bo'la olmaydi, shundaqmi? İlgiri 8-10 yilgacha oxunimning etini yedilar, kashini ko'taradi. 15 yıldan molla bo'la olmaydi. Ana, hozir davr o'zgardi. Abduqodir Domullam bu Qashqarni boshqa bir Qashqarga aylantiribdi jumo. Nagini barsa kishilar ana shu tariqada Abduqodir Domullamga tahsin aytishyapti. Kimning og'zi qarsa ilm, ma'rifat, islohot, taraqqiyot to'g'risidagi so'zlar, madrasalardagi islohot va o'qitish qizg'inligi, yetimxonalardagi bolalarning ahvoli haqidagi gaplar. Qashqarda haqiqatan yangi bir kayfiyat shakllanmoqda. Qashqar xalqi uyg'onmoqda edi. Yangi kayfiyat keng omma jamoatni o'ziga maftun qilib, ularga yangi ruh beg'ishlab, hushidan ketgan odamni suv chechib hushiga keltirganga o'xshash hammaylarni sagatlashtirgan edi. Ma'naviy jihatda o'zini o'zi tushib kelgan keng omma birdinla burilish yasab, xalqparvar olimlar ko'rsatayotgan sadoqat, saxovat, g'ayrat, jasorat haqida erkin paranglashib munozara qilishmoqda. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Botir Ro'zining yangi ma'arif bayroqdori Abduqodir Domullam nomli asarni bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglaganlarga rahmat.